Buni kumur chiqqanligini ko'ryapsizlarmi? Siz ham oilangiz, mehmonlaringizni lol qoldirmoqchi bo'lsangiz, ushbu juda ham mazali mini somsachalardan tayyorlab bering. Demak, somsa xamiri uchun idishga 300 ml suv, 1 choy qoshiq tuz va 500 g unni elakdan o'tkazib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni sakkizta bir xil zuvalaga bo'lib, ustini yopgan holda 20 daqiqa tindiramiz. Tingan zuvalalarni endi diametri taxminan 20 sm kattalikda ochib, har bir xamir ustiga yumshoqqina sariyog' yoki somsalar uchun mo'ljallangan margarinni surib chiqamiz. Xamirlarni shu ko'rinishda ustma-ust yig'ib, ustini yopgan holda sovutgichda yarim soat tindirishimiz kerak. Xamir tingunga qadar nachinkasini tayyorlab tursak bo'ladi. Buning uchun 200 g qiymaga 250 g mayda to'g'ralgan piyoz, tabga ko'ra zira, tuz va murchni qo'shib, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab timib olgan xamirni ullangan stolda kattaroq ochamiz. Men taxminan 50 ga 42 sm kattalikda yoyib oldim. Xamirdan bir xil to'rtburchaklarni o'lchab kesib olsak, somsalarimiz bir xil chiqadi. Endi har bir xamir o'rtasiga nachinkani taqsimlab, somsalarni to'rtburchak ko'rinishda tugib listga taxlaymiz. Ustiga tuxum surib, xohishga ko'ra kunjut sepsak bo'ladi. Somsalarimiz oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada ustilari chiroyli qizargunga qadar taxminan 40 daqiqa pishiriladi. Somsalaringiz bir tekisda qizarib, og'izda eriydigan bo'lib, ishib chiqishi albatta duxovkangizga ham bog'liq. Men Goodwill duxovkasini ishlatganim uchun somsalarim va boshqa pishiriqlar doim chiroyli qizarib, mazali chiqadi. Somsachalarimiz tayyor. Og'izda eriydigan kumur, chiroyli, shiringina somsachalar bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab, bu taom bilan yaqinlaringizni xursand qiling. Retsept sizga yoqqan bo'lsa, like va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.